kelib ketma, bilib ketma, o'qib ket. Qo'qon shahar hokimi 26 davlat umumiy o'rta ta'lim maktabida ta'lim sifati va samaradorligini o'rgandi. Xususan, Ma'rufjon Usmonov maktabda o'quvchilarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish, kasb va hunarlarga o'qitish borasida amalga oshirilayotgan ishlar, hunarmandchilik, madaniyat, san'at, kasb, hunar ko'rgazmalari bilan tanishdi. Tibbiyot sohasiga qiziqib ushbu yo'nalishdagi oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirishni rejalashtirayotgan yoshlar Qo'qon shahar hokimini qon bosimini o'lchab, sog'lom turmush tarzi bo'yicha o'z tavsiyalarini berdilar. Ma'rufjon Usmonov sport sohasida yuksak natijalarga erishgan yoshlar bilan ham muloqotda bo'lib, stol tennisi partiyasida ishtirok etdi. Yosh ixtirochilar tomonidan yaratilgan ishlanmalar ham ko'zdan kechirilib, muqobil energiya ishlab chiqarish uskunasini tayyorlab, maktab hududida o'rnatish bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Qo'qonda masalan shamol kuchli, tomlarga yosh tomga qo'yilgan bo'lsa, tekin energiya bo'lib chiqadi. Qo'qon shahar hokimi yoshlarning jadidlar harakatini ulug'lovchi sahna ko'rinishlari va xorijiy tillarni mukammal egallagan yoshlar bilan ham suhbatda bo'lib, o'z fikr-mulohazalarini bildirdi. And I think it's a positive change that our mayor is visiting schools to see the process of students and how attendance is going on in classes. So I think it's a really positive change, and it's gonna contribute to the positiveness of our educational system in our country and in our town. Bitiruvchi sinf o'quvchilari bilan bo'lib o'tgan muloqot chog'ida Ma'rufjon Usmonov yoshlarni bilimlarini puxta egallashga, o'z oldilariga qo'ygan maqsadlarga og'ishmay intilishga va o'z kasbini fidoyisi, yuqori darajadagi mutaxassisi bo'lishlarini tiladi. Ulug'bek Norboyev, Munisaxon Qambaraliyeva, Qo'qon shahar hokimligi matbuot xizmati uchun.